إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli көрермен dostlar, bugünkü programımızda akıl toğrusida to'xtalamiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari laayatin li ulul albab. Şəksiz ki, osmonlarning ve zeminning yaratılışıda, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ibrat bor. Ya'ni alomatlar bor. Alloh taolaning qudratini, cheksiz ilmini, hikmatini ko'rsatadigan, namoyon qiladigan alomatlar bor deydi Alloh taolo. Endi aql insonning o'ylash, fikr qilish, qaror qilish bo'lib, İnsanlara ata qilgan ne'matlarning eng kattasidir. İnsanlar mushu aql orqali nimaning yaxshi, nimaning yomon, nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini bilalaydi. Aql sababidan inson barliq maxluqotning eng ulug'i va koinotdagi hamma narsaning xo'jayini bo'lib hisoblanadi. Chunki Alloh taolo butun koinotdagi hamma narsani shu inson uchun yaratgan va inson uchun tabiat kuchlarini bo'ysundirib bergan. İnsandaki her bir a'zoning o'ziga xos vazifasi bo'lgandek, masalan, ko'zning vazifasi ko'rish, quloqning vazifasi anglash deganga o'xshash hamda aqlning vazifasi tafakkur qilish va o'ylash. Agar aql mushu vazifasini ado qilmasa, bu qardan chiqqan bo'ldi, bu mayib bo'lgan bo'ldi. Odatdagi mayibdimi, bakroq mayib endi. Masalan, odatda biror a'zosi yo'qolib ketgan, biror a'zosi qardan chiqqan insonni mayib deymiz. Aqlini ishlatmaydigan, aqlini chiqargan insonni haqiqiy mayib deymiz. Aql shunchalik bak muhim bo'lganligi uchun dinimiz aqlni asosli o'rinda qo'ygan va shariat takliflarininki, shariat diniy majburiyatlarning belgilanishini qilgan. Aqli yo'qlarga, masalan, aqli yetilmagan bolalarga va aqli yo'q, masalan, sarang deymiz, masalan, aqli joyida bo'lmaganlarga shariat takliflari va amal ibodatlar, diniy majburiyatlar buyurilmaydi. Anda bo'lganki, bu aql dinimizga amal qilishning, birdan salohiyatlik bo'lishning birdan bir bu sharti va eng asosli teriki aql hamda. Aql shunchalik bak muhim. Shu Qur'on Karimda aql to'g'risida kelgan oyatlar mingdan oshadi. Aql ishlatishga munosabatli oyatlar yuzlarcha bor. Aqlingni ishlatmamsizlar degan siyg'ada kelgan oyat 13 dona oyatda Alloh taolo insonlarga aqlinglarni ishlatmamsizlar deydi. Fala ta'qilun, ya'ni aqlinglarni ishlatmamsizlar deydi. Aqlini ishlatmaganlarni inson, hayvonlar va hayvonlardan tuvan darajada ko'rdi islom dini. İnne şerred devabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun deydi. Şübhesiz ki Allah'ın nazarında canlıklarının en yamını aklını işletmeydiğen gaz gaçılardı deydi. Yani aklını işletmeyen adamını gaz gaçılar. Yani en tüven hayvanların katarında sanaydı. Yani miyade bir narsini işaret kılıp keliş gerek hem de Kur'an-ı Kerim'deki efela ta'qilun, efela ya'qilun, ya'qilu, ta'qilu degan oyatlarni tefhemun degan ma'noda tushunish faqat to'g'ri emas. Masalan, Qur'on Karimning birinchi tarjimasi 1986-yili bizning vatanimizga chiqqan hozirgi vaqtgacha 35 yildan beri xalqimiz afala ta'qilun degan oyatni tushunmamsizlar degan ma'noda hozirgacha shu takrorlab kelyotdi. Tushunmamsizlar emas, aqlingni ishlatmamsizlar degan gap. Bütün tafsirlarda shunday deydi, turkcha tafsirlarda shunday deydi, aqlingni ishlatmamsizlar. Chunki aqlni ishlatish bu tushunishninki sababi. Tushunish aqlni ishlatganning natijasi. Alloh taolo bizni ishlarning natijasini so'maydi. Aşı qilishga sababni so'raydi. Masalan, kasaldan saqlash uchun davolanishga buyurgan bo'lsa, Alloh taolo bizni davolanishga buyuruydi.
o saqaymaslik o keyingi mesele mesela. Dua kılışkı buyurdu Kur'an-ı Kerim'de duanın icabet buluş bulmaslık o şu duanın neticesi o keyingi mesele. En mühimi kılışkı buyurdu. Şunu bir yerde akıl işletinler diyen gap aqlinglarni ishlatmamsizlar degan oyatni siz tushunmamsizlar deb tarjima qilishga qat'iy bo'lmaydi. Endi mushunda tarjima qilishda qanday xatolikqa kelib chiqadi bo'lsak, bir misol bersak, hamda Qur'onda Mulk surasida kofirlarning qiyomat kunidagi pushaymon qilganligini tasvirlab bir oyat bor. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna Kafirlar deydi ki kıyamet günde biz eğer aklımızı işletken bolsak biz hakikatinin sadası kulak sağan bolsak vicdanımızınki nizası kulak sağan bolsak Muhammed Aleyhisselam'ınki çakırı kulak sağan bolsak aklımızı işletken bolsak dozak ehlidim bolmaz idi yok diyen ayet. Endi bunu 35 yıldan beri şu ayetini nime dep okup kelyapmiz desa, biz anlagan bolsak, tushungan bolsak, dozaq ahlidan bo'lmas edik deb ma'ni aytdilar. Bu intan xato. Nimishqa deganda, bu yerda bu e'tirof emas, uzr bayon qilganlik hisoblanadi. Bunda deganda ma'ni nima deb chiqadi desa, kofirlar qiyomat kuni biz anlagan bolsak, anlamaptınız. Bu şunda bir davetning borligini, islom davatining kelganligini, Muhammed Aleyhisselam'ınki islomga chaqirganligini biz anlamaptınız. Anlagan taqdirda biz onu tushunmaptimiz. Bizga tuzuk tushundirib, Ravrus bunda tushundimidi, shunga biz tushunmaptimiz. Anda bo'lgandan keyin shunga bu bizning o'zimiz va o'zir deganlik ma'no bo'lib qoldi. Bu o'zir ma'nosida emas, e'tirof ma'nosida ekanligining bir qarinisi, bir dalili keyingi oyat. فَاَعْتَرَفُوا بِزَنْبِهِمْ فَسُقَلْ يَا أَصْحَابِ السَّعِيرِ Ular günahlarına itiraf kıldı, günahlarını itiraf kıldı, dozaq ehlige halaket bolsun. Endi bu ayet ne? Bu şunda akıl işletmekte degan ma'noda tushunganimizda bütün tefsirlerde degani o'xshash, boshqa tillarga tarjima qilingan ma'nolarga o'xshash haqiqiy to'g'ri ma'no o'tirg'i chiqadi. Oyatda deymizki: "Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab." Biz haqiqatning sadosi quloq solgan bo'lsak, aqlimizni ishlatgan bo'lsak, do'zax ahlidan bo'lmas edik deydi. Uning gunohlarini e'tirof qildi degan oyat. Ya'ni mushuni biz tushunmasdan, o'ylamasdan, tafakkur qilmasdan shu tarjimani mushundoq davomlashtirib keligiligi hozirgacha. Shu Qur'on Karimdagi afala taqilun aqlni ishlatmamsizlarni tushunmamsizlar deb ma'no aytdi. Tushunmamsizlar bilan aqlni ishlatmamsizlar deganning o'rtasida osmon zamin farqi bor. Birisi sabab, birisi natija. Aqlni ishlatish sabab, uningki tushunish natija. Alloh taolo bizni sabab qilishga buyurdi. Natija keyingi. Bundan deb o'tib ketaylik. Endi aqlni ishlatish dunyoda bizning dunyo oxiratligimizningki yaxshi va baxtli, xotirjam bo'lishiningki bir sebebi aqlni ishlatish. Aqlni ishlatgan odam haqiqatning sadosi quloq soladi, aqlni odam to'g'ri bo'lganini qiladi, xato ishni qilmaydi. O'ziga keyin malomat, azob uqubat, jafo elib keladigan ishni qilmaydi. Endi biz tarixdan Rasulullah'ninki zamanındaki ikki kishini misolga keltiraylik. Birisi aqlni ishlatmagan odamga ikki misol. Aqlni ishlatgan birisiga aql ishlatganligiga ikki misol. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Abu Lahab Rasulullahni naytibak yaxshi ko'radi. Hatto Rasululloh tug'ilganligini xabarni etgan xizmatchi ayolni ozod qilayotgan xo'shallikni juda yaxshi ko'radi. Rasululloh payg'ambarchilar butun tuqqanlar, butun arablar hammasi yaxshi ko'radi. Chunki rasul, axloqli, shunday yaxshi zot ekanligini u biladi. Endi Rasululloh bir payg'ambarlik kelib but ata bobolarning butini tashlab bir Allohga ibodat qilinglar degandan keyin bir dilla o'zining tuqqanlarini tortib hammasi dushman bo'ldi. Nimishqa shunday dushman bo'ldi desa, ular bizningki hozir ata bobolarimizning dinni tashlab bu Ka'badagi butini evetib bunda qilsak atrofdagi arablar bizdan xafolab, bizdan yuz o'rib, menga
tava hajga munda ziyoratga kelmaydi, kelmaganda bizning tijoratimiz aqmaydi. Shuni biz kambag'al bo'lib qolmaymiz. Hozirgi dunyodagi ko'p davlatlarning qo'rquviga o'xshash. Shunda deb qo'rqib, asosli sababi bu. Boshqa sabablarmi bor? Boshqa hasad bor, u bor, bu bor. Shuni haqiqatni bilib turib, nimaga payg'ambar alayhissalomni e'tirof qilmaydi. Endi boshqa insonlarni qo'yib turaylik. Rasulullohniki o'zining tag'isi Rasulullohni yaxshi ko'rgan. Ayda kishilarniki nimishqa islom dinini qabul qilgan bo'lmadi. Birinchi sababi shu. Biz Muhammadning ota-bobolarimizning dinini o'zgartirib etsak, atrofdagi arablar bizni yuz o'rib kelmaydi. Shunga bizningki bu yerda ya terimchiligimiz bo'lmasa, tijorat bilan bo'lsa, bizning boyligimiz, hayotimiz. Shunga bizningki hayotimiz, maishatimiz va turmush tirikchiligimiz to'xtab qoldi deb vahima bilan qo'rqanlik, bu aqlni ishlatmaganlik, bu qada qilganlik, bu oxiratlikni bu dunyolik uchun setib etganlik, bu dunyoning bunning uchiga qarab uzoqni ko'rolmaganlik. Hatta Rasululloh o nimaga arablarga deganda, sizlar shu dinni qabul qilinglar, keyingi zamonlarda ajamlar va boshqa musulmon bo'lmaganlar sizlarga jizya to'laydi. Shunchalik, ya'ni siz kambag'al qolmaysiz bu dinning barakati bilan desa, u olmagan. Aqlini ishlatmaydi shundami? Endi bu oxiratlikni dunyolik uchun setib etib, dunyolikni ko'zlab oxiratligimiz nima bo'lsa bo'lsin deb, shuni aqlni ishlatmaydi. Abu Lahab. Shuni bilan kafir ketdi. Endi Lahab o'lishdan burun oyat tushdi. Tabbat yada abi lahab va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab va ma'atu hammalatal hatta fi jidaha hablum masad. Abu Lahab'ninki ikki qo'li qurib ketdi. Amaliyotda qurib ketdi. Uning topgan narsa, mol-mulki hech narsa esqatmadi. U lovuldab turgan o'tga kirdi. Uning ayoli mahkam eshilgan og'amchida o'tin ko'targan holda do'zaxga kirdi. Lovuldab turgan o'to degan sura nozil bo'ldi. Nozil bo'lganda buni Abu Lahab buni angladi, xabar topdi. Lekin Abu Lahab yana shahar bir aqlni ishlatmadiki, bu islomga, Muhammad alayhisalomga qarshi butun aqliga kelgan, shaytonning aqliga kelgan hiylalarning hammasini qilgandi. Butun eskiliklarni qilgandi. Lekin mishada meni Muhammad uzoqqa kirdi, iymon etmaydi dedi. Guvoh bo'linglar, men shahodat etdim, musulmon bo'ldim, men bo'ldim. Chunki Muhammad o'zi dedi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan odam do'zaxga kirmaydi dedi. Men iymon etdim, musulmon bo'ldim endi. Ammo Muhammad meni do'zaxga kirdi, kafir peti o'ldi dedi. Bu yolg'onchi, meni yolg'on deb nim qilgan bo'lsa, masalan, nurg'un musulmonlarni shakka tushirib ziyon yetkazgan bo'ladi. U yerga kelganda o'zining foydasi uchun aqlni ishlatmadi. Alloh taolo uning shuni pilonliqlik aqlni bermadi. Demak, Abu Lahab ikki muhim yerda aqlni ishlatmadi. Biri aqlni, haqiqiy aqlni ishlatib, dunyolikni demay, oxiratlikni ko'zlab ayna qilgan bo'lsa, u boylik deganmi, keyin u arablar masalan islom dinini qabul qilgandan keyin kambag'allik qilish emas, aksicha dunyoga hokim bo'ldi, dunyoni so'radi. Buni bilmadi. İkincisi, musulmonlarga askilik qilaman degan nimada turibmi, shu askilikni qilaman demak, aqlni ishlatmadi. Aql, ya'ni aqlni ishlatib o'ziga o'ziga foydasini topolmadi, o'ziningki qilmoqchi bo'lgan yomon rezil qilmishlarini qilamadi. Endi aqlni ishlatgan bir odamningki ikki o'rindagi muhim aqlni ishlatganlik misolini keltirsak, endi Nuaym ibn Mas'ud degan kishi G'atafon qabilasining oqsoqoli. Makkadagi Quraysh qabilasiningki odamlari, atrofdagi arablar, G'atafon qabilasi sirtdan hammasi birlashib Madinaning atrofiga kelib, Madinadagi islom davlatini yo'qotib tashlash va musulmonlarni yo'qotish uchun keldi. Kelgandan keyin musulmonlar atrofga xandak qo'lab, üç tarafiga Madina bir tarafi tag'am to'sab turdi. Üç tarafni kirtgan tarafga xandaq qo'lab turganlik uchun bir oyga yaqin aşağıda bular muhasir turib, muhasirdan o'tolmaydi. Ya'ni shuncha kuchli kelgan, zo'r kuch bilan kelgan shular Madinaga o'tolmaydi. Shunda turgan paytlarda bir kuni o'zining chedi kutib yetib etib o'ylaydi, tafakkur qildi. Bu tefekkürünün başlanışı. Üzüge deydi, Nuaym, sen nimişki geldin bu yerga? Bu Müslümanlar senin ziminini tatlı oldu mu? Ya senin bayrağını ev aldı mı? Ya senin vatanını berip
bu kabilanga bormi? Bu musulmonlar bilan jim tursa, bu Muhammad alayhissalom degan kishilarni go'zal axloqqa, yaxshilikqa buyurayotgan bo'lsa, yo yomon ishga buyurmasa, yo bekimning binasi evolay demasa, yo bekimning ziminni besib olay demasa, bakar sen shu Qurayshning oqisiga kirib, boshqa arab qabilalarining oqisiga kirib, sendan men qilib qolmay deb, shu qatordan qilib qolmas uchunlar shular bilan birga keldim. Endi sen sening nima davoying bor bu yerda? Seninki bu yerga kelishdagi g'arizing nima? Nima sabab bilan kelding deb o'zi munoziralashgan hech qanday sabab topolmaydi. Men bakanga nima ish keldim bu yerga deydi. Tafakkur qilib o'ylab, tamam men musulmon bo'lay. Men musulmon bo'lib, mushu yaxshi Muhammad alayhisalomdek bu fazilatli kishining yerida bo'layman. Chunki ben bakan aysiz, maqsadsiz kelib kishi bilan arashmalik bo'lmasa, yomonlik qilmagan bo'lsa, nimishga urushiman men deb aqlni ishlatdi. Ya'ni dunyoda nurg'un odamlar shu chog'da masalan o'zi kofir yoki mushrik yo Muhammad alayhisalomga %100 qarshi bunda bo'lmasimi, aqlini faqat ishlatmay, qabilistik nima desa ma'qul deb aqsini mengib, shuning bilan kofir o'limda o'lgan gap. Aqlini kuchukini ishlatib o'ylasa, to'xtabdi. Bu hozir ben bakan nimishga urushiman bo'laman, nimishga dushman bo'laman, nimishga dushman bo'laman bu odamning. Bu odam meni yomonlikqa buyurmasa, xalq uru yo'lga boshlab olsa, bu nimishga dushman bo'lma deb kuchukini o'ylasa, o'ylaganlari Umar ibn Xattobga o'xshash ayda tafakkur qilib o'ylaganlari, Nuaym ibn Mas'udga o'xshash ayda o'ylaganlari musulmon bo'ldi. Nuaym shuni o'ylab men musulmon bo'laman degan musulmon bo'lish qaroriga keldi. Shundan keyin bir kechida asta shu Rasulullohning chediriga oldi o chaqda urush bo'lmagan chaqda kechalari elbisbisi mengishib berishib kelish dushman bilan nimaning o'tirishda musulmonlar orasida berib turishgan ishlar bo'ladi hamda qanday. Shundan ular Rasulullohning qishga kelganiga Rasululloh qarab, "Ya Nuaym ibn Mas'ud, sen nimish kelding bu kechida?" degan. "Ya Rasululloh, men iymon aytay" deb. Yani tamam, aytqinimiz deydi. Ashhadu an la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb Rasululloh iymon aytdi. Iymon aytgandan keyin u deydi, "Rasululloh, meni bir ishga buyurgin, men bir ish xizmat qilay" dedi. Endi sen bir adam, qavming ichida bir adam, hozir endi iymoningni yushirib turg'in. O'zing bilgin, agar mushu urush degan hiyla endi sen mushu urush uchun bir ish qila olsang qilgin dedi. Degan ekan, "Ya Rasululloh, men sizni chuqur xushal qildigan xabarni aytib kelman" deb ketdi. Ketib endi o G'atafon qabilasiningki oqsoqol bo'lgan ekan, Yahudi qabilasining oqsoqollari bilan tonish, endi burundan tortib Qurayshning qabilasi bilan tonish, endi oddiy odam emas, cho'ng odam endi u. Shunda bo'lganda ustu Yahudilarning qishqi berib, bu sizning ittifoqdoshlaringlar bo'lgan arablar hozir Makkadan kelganlar, bu muhosir bak uzrab ketdi, yemak ichmaklarimiz oz qoldi deb qaytib ketgandek turdi. Sizni Muhammadga yolg'iz tashlab qolib ketgandek turdi. Agar ular ketib qolsa, yuzerib bu ishlamdi. Kiramidik Madinaga, muhosirni bo'shtib ketayli deb ketib qolsa, sizlar Muhammad alayhisalomga qarshi shu mushriklar bilan birlashib ayda qilganliging uchun siz yolg'iz qolsa, Muhammad va uning odamlari sizdan intiqom oldi. Anda bo'lgandan keyin sizlar eng yaxshisi mushriklardan talab qilinglar, eng cho'ng qo'mondan odamlardan 7 sizga gurak qo'ysin. Ular qechib ketolmaydi o chog'da. Qechib ketolmaydi, cho'qim urushida siltirab turaverdi. Degandan keyin Yahudil deydi, "Ya Nuaym ibn Mas'ud, sen haqiqatan yaxshi nayt aqlona fikr berding, bizga maslahat berding. Biz mushu bo'yicha talab qilayli ulardan. Zot ayda qilmasak bo'lmaydi" deb qoldi. Shundan keyin berib mushriklarning qishqi bordi. Abu Sufyan ashkatlarning qishqi berib, "Ey arablar, anglanglar, ma'u yahudilar Muhammad alayhisalom bilan va musulmonlar bilan birlashdi hozir. Sizlarga qarshi, sizlar bilan birlashib Muhammad alayhisalomga xiyonat qilib, sizlar bilan birlashganligiga pushaymon qilib, hozir ashlar bilan birlashdi. Endi o'zini Muhammad alayhisalomga haqiqiy rostchilikni isbotlash uchun sizning katta adamlardan 70 adamlarni tutib bermoqchi. Tutib bersa, ularning hammasini beshini kesidi musulmonlar. Shunga sizlar yahudilar bizga gurak adam biring deb kelsa, qat'iy bermanglar deb o'gitib qo'ydi. Degandan keyin ular tamam shunda qilaylar, yaxshi fikr deb turdi. Shuni uzoq qolmay yahudilarning 70 cho'ng adamlarni guraga qo'ymag'icha biz sizlar bir safda turib Muhammad alayhisalomga qarshi urushmaymiz degandan keyin ular achchilab, sizlar sendagi yahudilarga bir og'amchim bermaymiz. Bo'ldi, bizning munosabat bo'ldi. Sen bir ittifoqdosh emas biz deydi. Shuning bilan ikkisining aloqasi buzildi. Buzilgan har ikki tarafning ruhi tushdi. Shunda turgan bir paytda qattiq bo'ron chiqib, o
Mekke'den kelganlarniki çedirleri örülüp gidiyordu. Atları keçip gidiyordu. Kazan komuşları örülüp gidiyordu. Aşında bir perişanlık bir halatda turup ular. Bu şun bakanı saklap yetip bir yerde ya aldığım bağımızda boldu qaytip gitimiz biz dep qaytip gitip şunu uruş bo'lmaydi. Demek Nuaym ibn Mas'ud ikki yerden nait aqlni ishlatib, birinchi aqlni ishlatish orqali Muhammad Aleyhisselam'a bo'lgan dushmanlikni muhabbatga, nusratga aylantirib, musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lish orqali o'zining dunyo oxiratligini qutqizuvdi, garantiga oladi, ya'ni kapolatga oladi. Ikkinchi, mushu hilini ishlatish orqali islom davlatiga qarshi kelgan dushmanni qaytarib etadi. Bu orqali ta qiyomatgacha musulmonlar uchun o'chmas cho'ng xizmatni qiladi. Birinchi aql ishlatishda o'zi uchun yaxshi ish qildi, ikkinchi aqlni ishlatishda butun uchun yaxshi ish qildi. Demak, aql deganni joyida ishlatsa, mana shunday foydasi bor. Endi aql va naqlni oz. Aql deganimiz insonning aqli, shundaymi? Endi naql deganimiz Qur'on, hadis bizga kelgan dini manba. Musulmonlarga nisbatan eng ishonchli naql Qur'on, hadis. Endi Qur'on hadisda, sahih hadisda bayon qilingan, shaksiz bayon qilingan rostlıqı Qur'on Kerim'de bor. Aqida masalalari bo'lsin, halol harom masalalar bo'lsin, shariat ahkomlari bo'lsin. Qanday bir masalani mening aqlimga yotmadi, aqlim qabul qilmadi, bu aqlga sig'maydi bu, yoki bu shariatning ba'zi ahkomlari hozirgi asrga to'g'ri kelmaydi desa, odam iymondan chiqadi. Nimishga? Chunki bu yerda hokim aql emas, bu yerda shariat. Allah'ınki naql hakim. Endi aql bilan farq shuki, diniy masalalarga kelgan vaqtda aql birinchi asos emas, aql yordamchi, naql asosli. Xuddi nima, ko'z yo'riqlikqa muhtoj ko'rish uchun, shundaymi? Qorong'ida ko'z ko'rolmaydi. Ko'z ko'rish yo'riqlikqa muhtoj bo'lgan o'xshash, aql diniy masalalarni, halol haromni, yaxshi yomonni, to'g'ri xatoni bilish uchun naqlga muhtoj. Naqlning soyasida aql o'zining ishini ishlatadi, o'ziningki nimasi rolini joriy qildira oladi. Bu yerdagi naql Qur'on va sahih hadis. Shu ikkisi musulmonlarningki nazarda eng asosli shariat dalillari. Mushu ikkisining soyasida aql xuddi ko'z yo'qlikning soyasida ashyolarni ko'rgan, nurning soyasida ashyolarni ko'rganga o'xshash. Aql mushu naqllar orqali o'zining rolini joriy qildira oladi. Endi dinning manbasi naql, dinning manbasi aql emas. Dinning manbasi naql bo'lsa, dinning yordamchisi. Naqlning oldiga hargiz o'tolmaydi. Shunga biz musulmonlar dunyolik har qanday boshqa bir ishlarda masalan aqlimizni eng oxirgacha ishlatamiz. Aqlni asos qilamiz. Diniy ahkomlarda, halol haromda, aqida masalalarda bir narsaninki yaxshi yomonligiga diniy nazariya bilan hukm qilishda naqlni asos qilamiz, dinni uning yordamchisi qilamiz. Allah hepimizni aklimizni joyida ishlatadigan mukammal mu'minlardan qilsin. Ko'rurman qarindoshlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yana keladigan hafta ko'rishguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.